2026-yilda fermam, xonadonim shunaqangi sifatli yaxshi bo'g'ozlardan to'lib toshsin deb niyat qilganlar bormi? Niyat qilganlar bo'lsa, xudo xolasa mana shunday laykni bosib qo'yinglar. Mehnat uchun, yaxshi niyat uchun. Aka-ukalar orqa ketlari baland. Liniyani ko'ryapsizlar. Xudo xolasa zo'rlaridan birinchi qoringa uzoq vaqt boqaman degan aka-ukalarimiz bo'lsa, bu video aynan sizlar uchun. Videoda o'tkazib yubormaysizlar, oxirigacha ko'rasizlar. To'liq ma'lumot imkon darajasida beramiz. Xudo xolasa aka-ukalar bugun 17 millionga ham, uni pastida ham bo'g'ozlar bor. Birinchi qoringa yetuk deganiga hammasidan bor. Mana ishlari, sog'lik, salomatchiligidan umuman xavotir olmaysizlar. Xudo xolasa 2026-yilda arzon bo'g'ozlardan, zo'r bo'g'ozlardan ko'rsatamiz. Sizlardan poddeshka uchun like. Assalomu alaykum. Barchaga xayrli kun. Aka-ukalar, xudo xolasa 2026-yilda mana birinchi videolardan bo'ladi. Xudo xolasa sizlar uchun puli yengil, 20 ni pastida ham bo'g'oz so'raganlar bo'lsa, xudo xolasa nasldorlaridan, sifatli zo'rlardan, semental ishqibozlariga, shved ishqibozlariga, gibrid so'raganlarga xudo xolasa manaqangi qora olasida haqiqiy ro'zg'orbop, qorniga ahamiyat beringlar. Xudo xolasa bolani yirik beradigandan mana. Kavshani turibdi, hammasi sog'lom. Aka-ukalar hammani ham bir haliga 30-40 million so'mga imkoniyati yo'q. Imkoniyati bo'lsa ham o'zi arzonroqdan boqmoqchi bo'lganlarga xudo xolasa 20 ni pastida ham bo'g'ozlarimiz bor. Yetuk bo'g'oz so'raganga, birinchi qoringa so'raganlarga xudo xolasa bu videomiz aynan sizlar uchun. Like bosasizlar, poddeshkada bo'lasizlar, xudo xolasa sizlar uchun shunaqangi sifatli yaxshilardan ko'rsatishga davom etamiz. Bozordan arzon yoki da qimmat demayman, lekin sifatliligi, ishonchliligi xudo xolasa bozordan yaxshi. Bunga garantiya beramiz. Andijon viloyati Shahrixon tumani Kannachidan bo'ladi. Arzon cho'ptimcha akamiz, Lutfulla akani mini fermasiga yetib kelganmiz. Xudo xolasa hammasi maza qilib boqadigan, muhimi foyda qiladigan aka-ukalar. Hafta kuniga payshanba 2026-yil. Xudo xolasa birinchi sanasida aka-ukalar videomiz bir kun oldin olinyapti. Xudo xolasa birinchi sanasida qo'yiladi. Bugun 31-dekabr, yangi yil kuni olinyapti. Inshaalloh aka-ukalar 2026-yilda ham xudo xolasa shunaqangi yengil, sifatli, yaxshi bo'g'ozlar bilan boshlash hammamizga xudo xolasa boqish nasib qilsin. Aka-ukalar, ko'p gapirib ko'p kutirimiz. To'liq ma'lumotni mana Lutfulla akani o'zidan olaveramiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Obunachilarni omadsiz. Dostonbek kelib oldingiz. Assalomu alaykum obunachilar. Amalaringizga 2025 da kuzatib 26 ni kutib oldinglarmi? Salom. 26-yilda birinchi kuni. O'tgan yil chiqardik mana. Bu yil yana chiqaryapmiz. Bir yil bo'lib ko'rishmaganimizga. Shved, semental, gibriddan ham bor. Puli yengil. Yilni boshida yengillardan qo'ydik. Oxirigacha yengil sotaveraylik. Xudo xolasa har turidan bor. Peter Mavali yaxshi bu boshidan kelaveraylik. Hammasidan bor. Hammasi bo'g'oz. Hammasi bo'g'oz. Birinchi qoringa hammasi. Birinchi qoringa. Hammasi birinchi qoringa xudo xolasa. Mana shu kavshanib turgandan boshlaylik. Qani, 2 kurak bu ham. 2 kurak. Zo'r. Ishlari ham ko'ndi. Ha, bu tutaylarni ko'rsating-da, tutaylari mana. Ko'rindi? Mana 2 kurak zo'r, yaxshi. Kuragini ochib berayda birinchi. Kim bo'yini ushlab beradi. Zo'r, 2 kurak. Ha, xolasa bitta tuqqanga olsin. Aha. Xolasa tug'maganga oladi. Bo'yini ushlab. Necha oylik bu? Buni o'zi qilgizdirdik. Aha. 4 oydan o'tgan chiqdi. 1.20 gacha kam ekan. 1.18 ga ham olsin, pisib olyapti. Hozir bashtirishdi. Zo'r. 1.18 ga olsin. Necha oylikka beramiz shunda? 4 oyga olaversin. 4 oylik hisobini olishaveradi. Ha, o'zi egasi 4 oydan o'tgan, 4,5 oyda o'tdi. Endi doktor 4 oy dedi. Bir yetalab berayda shuni qo'qqoroq. Xo'ma. Yellar ushlataveradi. Aha. O'zim taylarni tozaladim. Yellar. Mana aka-ukalar. Oyoq qo'lini ko'rib qo'y. Tushlar, oyoq qo'llar sog'lomligi juda go'zal holatda. Xudo xolasa. Orqa ketlari hamma yo'g'i yaxshi. Ko'rinyapti, yellar. Yuvoshlari ham yuvosh. Hozir bizdan chicha kameradan qo'yapti. Qarang. Eti ham baland, unaqa ariq turuq emas. Xo'p, 2 kurak bo'ylarini aytdik.
Xudo xolasa 4 oylik hisobini olaverasizlar aka. Dostlar, bugun Xudo xolasa narxlarni zo'r qilamiz. Yangi yil 1-kuniga. Buni narxini 17 debeymiz. 16,5 million. 16 milyon 500. 500 ming so'm kamini qilib beraman. Gap yo'q. Bu chandirni qarang. Tek. Mana. Qarang. Mana Chandiri zo'r. Xudo xolasa yaxshi. 16 million 500 ming. 16 milyon 500. Endi mana uni ko'ring endi. Cho'ni piyostra deydimi, ola qora deydimi? Bu necha oylik bu aka? Buni ham 5 oydan o'tgan. 5 oyga hisoblarsin. Qorinni qarang bu jonivor. Ikkita emasmi unda? Ikkita tug'am xudo bilan. Ammo bolasini men o'zim tekkizyapman. Bunday qilsam kichkina tegyapti. Endi 5 oydan o'tgandan keyin tegyapti. Mana yuvoshlik qarang. Yuvoshliklar yaxshi, xudo xolasa aka. Bu ham bo'zak bo'lsa kerak, shuni ko'rganimiz yo'q. Buni ham bo'yni ushlab beraylik. Bu ham mana shunaqa 20 ga kam ekan. 20 ga ozgina ekan. Ha, 18 ga ham, 17 ga ham olasiz. 17, 18 olaverasizlar. Bo'yi muhim emas, sifati so'z. 5 oyga olaversin, 5 oydan o'tgan. Egasi u 6 oyda o'tdi. Tek. Ha, bo'zak ekan. Bo'zak ishda gap. Ko'rdingiz-a? Mayli. Ammo yomon xo'r ekan. Hali yeyishlarni ham hali oxirida ko'rsatib beramiz video qilib. Hammasini yeyishini. Yeyish qanaqa deganlar. Yurchi, bu yurammikin? Qarang. Qoringa ahamiyat beringiz. Nega? Mana aka. Ingar olib ketib qoldi, yo'q. Ha, hozir yurishtirishlari, oyoq qo'llari, hamma yo'q sog'lomligi zo'r. Qarang. Nima deydi? Starali mol ekan, shuning uchun oldim. Chiroqli. Starasi bor mol ekan. Qo'lon ekan lekin. Xudo xolasa ikkita tug'ib bersa bormi aka? O bitta zo'r tug'sin, tashlab tug'ib bersin, katta tug'ib bersin. Xo'p, kura yormagan 6 oylik, 6 oylik dedikmi? Egasi 6 oy dedi, men 5 oyga beraman. 5 oyga beraman. Zo'r. Xo'p, buni pulida qolyapti endi aka. Ha. Buni puli nima? Dostonbek. Bitta obunachingiz olsin. Uni ham mana shu narxida qilib beraymi? Qani? 17 demoqchi edim. Buni ham juplab olgan 16,5. 16,5. Xohlasa uni, xohlasa buni olishaveradi. Olaveradi. Agar jup olsa, yana ham kami ko'proq. Ha, yana ham qilib beramiz. Xudo xolasa. U yaqin aytyapman. O'zi mashlarni nargini 20 million chiqarganmiz. Mana shunaqa mollarni. Mana yangi yil kelsa xudo xolasa yengil qo'yib beraylik deb. Mana uni qani. Qo'ng'irishib ber. Nima kallasi chiroyli ekan. Bu Shvedga va olamolga britmi? Britmi? Qarang. Buni ham bolasi tegyapti. 6 oyga beraveramiz. 6 oy. 6 oylik hisobini olasizlar, xudo xolasa. Yuvoshligi mana. To'yni qarang, to'y oppoq, to'rtta joyda ekan. Gap. Uzunligi ham zo'r ekan aka, uni uzunligi ham gazli. Bo'yni ham ushlab bering shuni. Orqa ketlari, uzunligi, sifati hamma yo'g'i yaxshi holatda. Bugungi mollar bari bir xil razmerda ekan. Bu ham 20 ekan chiqyapti. Buni ham 18-17 ga olaversa. 18-17 ga. Buni tishini ochaylik-chi. Ko'rganim yo'q tishini to'g'risi. Ikkitamiki yo'qmikin men. Bu ham mana 2 kurak ekan endi. 2 kurak. 2 kurak ekan. Gap. Yurish-turishlariga o'zingizlar bitta baho berasizlar, xudo xolasa. Oyoq qo'llari, sog'lomligi, hamma yo'g'i yaxshi. Yo'q. Oma tortib ketsa bu. U qarang, ana. To'pponcha mol ekan, nihoyat. Gap yo'q. Dana ekan. U qarang. Mana yukurlar. Nima deyapti? Zo'r xudo xolasa. Zo'r. Telefon bo'lib qoldi endi. Qaytarib qo'yamiz keyinchalik. Uzunimizni aytib qo'yamiz. Yurish-turishlari, oyoq qo'llari, sog'lomligi hamma yo'q yaxshi holatda. Bo'g'ozliklari ham aniq aka-ukalar. Bo'g'ozliga aniq. Yo'qsa, aloqa qilsanglar, kelishadigan joyi bor. Bemalol borganda doktori bilan ko'rib olaveradi. Tekshirib olaveradi. Tekshirib olaveradi. Hali yashil pashurini ham bir yo'la. Gap yo'q. Bizda yashil mol yo'q. Biz yeb ichishiga, tanasi kasalliklarga javob beramiz. Endi yashil yuqtirish bo'lsa, hech kim javob bera olmayapti. Birpasda yo'qib qoladi. Buni narxi 17 million so'm, doston. 17 million, ha? Ha, kamini qilib beramiz yana. Kami bor.
kamini qilib beraman. Necha oylikka beradigan bo'lsa? 6 oyga beraveraylik. 6 oy hisobini olishaveradi. 6 oy. Olingan kundan xudo xolasa 6 oylik hisobini olaverasizlar mana. Tuyoqlari, oyoq Mol qo'llari yana o'sadi. yo'q zo'r holatda. O'sadi bor narsa. Endi mana uni qarang. Nima desak bo'ladi buni? Gibrid. Gibrid mana. Estonga nima gibrid buni? Tutaylar qarang. Buni oyi yaqin. Mana shu 8 oylik degdi. 7,5 oyga ham olsin, bola pastlab qolibdi. 40 kun, 45 kun xudo xolasa. Ha, 2 oyga bormaydi. Mana. Bu ham ashika. Bu 17 15 ga olsin buni. Ha. Ha. Idishlari ham zo'r ekan. Tishini ko'raylikchi. Ko'rsatib berasiz. Bugun hammasini yengil qo'yib beraman Dostonbek. Ke. Oh. Ala qo'y to'g'rini. Ha, ko'rsatib. Kimi ko'rganim yo'q, o'zi ko'ringan yo'q. Nima ekan? Ha, bo'z aytishdik. Yo'q ekan kurak? Kurak ko'rinmadi. Kurak yo'q. Kuragi yo'q. 7 oyga olaversin. 7 oy. 7 oy, 1 oy erta tug'ib bersa o'zam bo'laversin. Zo'r. Yechib yetalab beray buni ham endi. Xo'p, aka-ukalar mana o'zinglar yurishini, turishini, oyoq qo'lini bemalol mana video davomida ko'ringlar. Uylarga borganda ham shunaqa tekshirib olaverasizlar mashinadan tushishiga. Mana qarang. Uni haligi berib qochish yo'q. Sho'pir akalarimiz bir 10-15 minut kutib turishadi. Bemalol ishini ham ko'rib olaveradi. Hamma yo'g'ini berib, suvlarni berib, uylarga borib shu 500 ming 1 million bilan ishimiz bitadi, azaklar tashasa. Ha, 5. Mana shu vodiy bo'lsa, 500 ming so'm tashab bersa ham bo'ldi. Bo'ldi. Toshkent ohalarga 1 millionga ham chiqarib yuboramiz. Chiqaraveramiz, xudo xohlasa. Bo'ldi. Zo'r. Buni narxi endi bu kelishiga qarab aytamiz. Buni 17,5 deymiz. Oyi yaqin. Ana bilan juplab olsa buni ham 17 dan ekon chiqarib beraveramiz. 17 dan kelasining. 17 dan chiqarib beraveramiz. Xohlasa aka-ukalar narxlar o'ta go'zal, o'ta yengil. Ammo bunaqasi kelmaydi ammo. Yilda bugungi videolar xudo xohlasa yangi aksiya bilan boshlandi. Oxirigacha shunaqa ketaversin aka. Iloyim aytyapman, boshida shuncha. Mana uni ko'ring, sirg'asini. Mana shuni ko'rsating-da. Rossiya sirg'i ekan mana. Mana. Rossiyskiy paroda sementalishka bozoriga. Rossiyskiy semental ekan. Xudo xohlasa orqa gitlari buni bo'yni ushlab beradi. 20 ekan. 20. Buni ham 18 ga olaversin. Bu ham bolasi katta tegyapti. Buni ham 8 oyga olamiz. 8 oy. Ha, ma'ali. Hisobini olishaveradi. Mana yuvoshlik. Mana qarang, tutaylarni ko'rsatib qo'ying bitta. To'rtta joyda ekan. Bular yosh qochib qolgan, bular navchamol bo'ladi o'zi. Hali o'sim bor bularda. Ha, buni ham kuragi yo'q menimcha. Buni bir tomonni aytay, Dostonbek. Buni yashil molni ichiga qo'yib yuborsa ham yuqmaydi. Yashil bo'lib tuzalibdi. Men oyog'ida o'zi sal bilinib turibdi. To'liq o'tga kirdimi? Ha, bemalol yeyishini ham ko'rsatib beramiz. Xudo xolasa zo'r. Endi buni ichishini ko'raylik birinchi. Ha, ichini ochib bering. Bo'z aytayapman mana. Bo'z aytishdi aka. Bo'z. Buni egasi aytdi, yashil bo'lib tuzalgan dedi. Qo'rqmay dedi. Baqoring dedi. Ashunga qiziqib oldim. Endi bitta odam olsa ham qo'rqmay baqoradi. Zo'r. Xo'p, rossiyskiy paroda, rossiyskiy chista bozoriga mana aka-ukalar. Zo'r. Mana qarang. Yurish turishlari, oyoq qo'llari sog'lom. Oyog'ini ko'rib qo'ysam bir. Oyog'ida ozgina qolgan ekan, menga kelib tuzaldi, xudo xolasa. Yurmayapti. Mana, bilinyaptimi? Bu aka boshqa bo'lmaydi. Endi umuman bo'lmaydi. Uni haligi, misol bo'ygizib olib 10-15 kun qaraganda aka-ukalar tayyor olinglar. Tayyor davolab qo'ydik. Endi ozgina bor edi ekan, men o'zim tuzatdim. Yaxshi. Haydaver. Mana aka-ukalar, ishinglar. Oyog'ini ko'rsatib qo'ying. Qolmagan xudo xolasa. Buni endi Dostonbek oyini 8 oy. 7 oy hisoblab olishaversin. 7 oy. Ha, ammo yuvoshliklari zo'r. Yurak yormagan, xudo xolasa aka-ukalar bor. Buni jinda yaxshi boqsa, buni jinda yali nima deydi? Kepaydan qisib qo'yganmi? Necha ariqligi bor? Bo'yni ushladikmi? Yana bir aytib qo'yay. Ha, bir 120 gacha kam ekan. Xo'p, pulichi aka buni. Buni puli endi
Bularni ko'ryapsiz, bular qimmatroq doston. Bularni o'zimiz 25 ham sotdik. 20 million 500 ming so'm bu. 20 million 500. 20 million 500. Yana kelishamiz a? Qilib beraman. Endi bu rossiyskiy sementalalik, hashaki mol emas. 20 million 500 ga akukalar tayyor yashurdan chiqqan, o'tga, yelini solib qo'ygan. Kirgan. O'tga kirgan. Yeyishni ham video qilib beramiz. Bu aka aşağıda qochib o'tgandir. Ha, aşağıda qochib o'tgan ekan. Buqani ham zo'r. Bundan 20 ta edi ekan. Bittasini men oldim. Gap yo'q. O'zimga yoqqani. Bu 5-molimiz bo'ldi. Mana oxirgisiga 6-siga. Bu shved qari. Shvedni ham Bishkek. Bishkek. Mana etiketkasi bor. Aha. Toza shved. Bu oq quloq oq tumshuqlarni. Bitta tuqqan, ikkinchisiga bo'g'oz. Turagiga 2 tami kina shunaqa. Bu 3 ta ekan, 3 ta ekan. 3 ta. Zo'r. To'rinchilarni endi chiqarar. Va yuvoshligi mana. Mana yuvoshlilari yaxshi, xudo xolasa. Joylari ham 4 ta joyda. Boqim maza qiladigan. Foyda qiladigan mana idishlarni ham. Ikkinchisiga bo'g'oz. Aha. Bo'yini ushlab beray. Ikkinchisiga. Necha oylik dedik buni? Buni 3 oydan o'tgan chiqadi. 3 oy hisoblarsin. 3 oy hisobini olishura. Ha. Nechi? 1.28. Aha. 29 chiqyapti. 1.27 ga olsin. 1.27. 1.27 hisobini olishaveradi. Endi xudo xolasa yurish turishlari, oyoq qo'llari, sog'lomligi ham yo'g'ini mana video davomida ko'rsatib ketaveramiz aka-ukalar. Ko'ring. Ha. Ko'ryapti. Aha. Yelinlarni ko'rsating. Mana idishlari ham aka-ukalar dori to'ldirib qolsa yana go'zal. Mana. Mol zo'r. Mol havasga baqaman deganga beraman. Bitta tuqqan tayyor nimasi ochilgan, usti yo'li. Mana aka-ukalar, rosa sut kanallari ochilib, inshaalloh aka-ukalar bolani ham zo'r beradigan payt. Ha, qo'lni ko'rishib oldi. Xudo xolasa. Hamma yo'q yaxshi. Dostonbek bunaqa mollarni topishni o'zi qiyin bo'lib qoldi. Mana shu orqalari oqidan mana. Chandana bu birinchi tuqqanda deylar o'zi 10 ta sut bergan. Buni narxida joy hammasi. Buni narxi 27,5 deymiz Dostonbek. 27 million 500. 27 million 500 ming so'm kamini qilib beramiz. Kami xayri bor. Ha. Kelishadigan joydagi. Hozir shved istayotgan akalarimizga. Aha, 100 taligining. 100 talik aholi qonun tekshirtirib olaveradi. Xudo xolasa. Sirg'alarni ko'rib olsan. 39-22 ekan, hali almashtirib berib olish yo'q. Xudo xolasa endi bugunga shular, aka. Bugunga mana shu oltam olamiz. Qo'ldan kelgancha narx pastlatib qildik. Bu zoparcha ko'p foyda qilmas ekan, oz-oz o'zlariga yarasha chiqib qolsa, yilni boshi deb Dostonbek obunachilarga nima deydi, aksiya. Aksiya. Endi qolgan kamchiliklarni telefon orqali ma'lumotlarni hali qolib ketgan joylar bo'lsa so'rashaveradi. 24 soat yoniq telefonimiz. Telegram, WhatsApp, imo bor. Adresimiz Andijon viloyati Shahron tumani, Kannachi mahallasi. Telefon raqamimiz 88lik bilan 338 31 31. Lutfullo desa hammasi taniydi. Endi olganga sotganga Alloh baraka bersin. Endi musofir dunyo akalarimiz 2026-yil omadli kelsin hammasiga. Nimaga o'ylagan niyatlar, yaxshi niyatlar o'zi yetishsin. Sog'-salomat uylarga kelsa, o'zimizda yurganlar bari mo'ljallab qo'ygan ishlarga bil yetsin, yetolmay qolganlar, yetganlar omadini bersin. Hammasini uyda mana shunaqa mollardan 20 ta bo'lsin. Bizi bari yaxshi niyatlarimiz obunachilar uchun. Gap yo'q. Aka-ukalar mana imkon darajasida ma'lumotlarni berdik. Tushunmagan joylarga ekranda nomerlar, Telegram, WhatsApp, imo, xudo xolasa onlayn savdolarimiz bor. 500 ming 1 million so'm bilan uylarda o'tirib issiq joyda ko'k choy bilan o'tirib ishni bitiradigan aka-ukalar bozorga chiqib unaqa ovora bo'lmaysizlar. Xudo xolasa bozordan ishonchliroq, yaxshi zo'rlari mana tavsiyamiz. Ketkizgan vaqtingizga rozi bo'linglar, joninglar sog' bo'lsin.